Said boy. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Qani, o'tiringchi. Uka bitta choy. Qani, Amin. tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik Alloh bo'lsin. akbar. Alloh akbar. Tinchlikmi ukan, bizni yo'qlab qolibsiz? Hali foizingizni berishingizga 10 kun bordi-yu. Gap unda emas aka. Xo'sh, gap nimada? Xullas, Usmon aka. Sizda maslahatli ish bor edi. Men Xijolat bo'lma, agar pul kerak bo'ladigan bo'lsa yana beraman pul. sizdan foizga pul oldim. Keyin aka bu ish haqida ilmli insonlar bilan suhbatlashsam, kitoblarni ochib qarasam, xullas shu foizga pul olish, berish bizni dinimizda ribo, sudxo'rlik deylar ekan aka. Bu ishni qilgan odam esa juda katta gunohga botar ekan aka. Masalan, Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam riboxo'rni, uni yediruvchisini, kotibini hamda 2 shohidini Alloh la'natladi dedilar. Ular gunohda barobardir deyilgan. Shuning uchun aka, keling. Mana shu katta gunohni ikkalamiz bo'ynimizga olmaylik. Shu ishni shu yerda to'xtatib, men qarzlarimni sizga qaytarsam, shu foizini to'xtatsak aka. Said, Labbay aka. juda ham aqlli bo'lib ketibsanmi? Ha? Yo'q aka. Menga yaxshilab qaraginchi. Qara. Nima? Men ahmoqqa o'xshaymanmi? Nimaga unaqa deyapsiz aka? Nimaga unaqa deyapman? Nimagaki sen aqllisan-ku. Butun dunyo aqli ahmoq bo'lyapti-da. Ha? Shunaqami? Ha? Shunaqami? Yo'q. Assalomu alaykum aka. Menga qara. Bitta aroq olib chiq. Uzr aka, bizda aroq sotilmaydi. Nima? Bizda aroq yo'q aka. Ana yana bitta aqlli. Shunaqa ham ko'payib ketyapsanlarki. Otang tengi odamga ezrayib turib gap qaytarasanlar. Bor. Uzr aka, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'ofir boy, Labbay. tinchmisiz? Qayerlardan so'raymiz? Buxorodaman aka, xizmat safari bilan keluvdim. Tinchlikmi aka jonim? Tinchlik emas-da. Yangi ochgan kafengizga bir mehmonga kelib qoluvdik. Yigitlaringiz bizda aroq sotilmaydi deb sal dilimizni xira qilyapti-da. Ming bor uzr aka. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Hammasi joyida bo'ladi aka. Xavotir olmang. Xo'p. Said, ukam. Mana shu kafening xo'jayini namoz o'qiydi. Haj safariga ham borib kelgan. Xullas, harom bilan halolni biladigan odam. Nimaga qo'ng'iroq qilganimda tipirchilab qoldi, bilasanmi? Chunki mendan qarz uyam. Bu yemekxonada haqiqatan ham aroq qo'ydirmaydi. Chunki senga o'xshagan taqvodor odamlar kelib ovqatlanadi. Ammo kafeni ochish uchun mendan foizga pul olgan. Har oy foizini to'lab turibdi.
Qani bu yerda mantiq? Qani? Menga aql o'rgatasan? Sutxo'rlik harommish. Usmon aka, men sizga aql o'rgatayotganim yo'q. To'g'ri tushuning aka, biz musulmonmiz. Keling. Bu ish bilan o'ynashmaylik. Buni men o'qib chiqdim. Juda katta gunohi bor ekan. Masalan aka, Abdulloh ibn Hanzaladan qilingan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kishi bilib turib ribodan 1 dirham yeyishi zino qilishdan ham og'irroq deb ta'kidlangan. Yana qancha hadislar bor aka. Aka, nahotki shunaqa katta gunohni bilib turib qilishimiz mumkin aka? Siz aytayotgan mana shu restoranni xo'jayini ham Allohning bir bandasi. Vaqt kelib u ham qilmishiga yarasha javob beradi. Birovni qabriga birov tushmaydi aka. Yasha ukam. Zo'r gapirding. Birovning qabriga birov kirmaydi. To'g'ri aytding. Shuning uchun sen ham meni ishimga aralashma uka. Foizga pul oldingmi? Olding. Endi boshimni qotirmagin. Pulni foizi bilan 10 kun ichida qaytarasan. Tushundingmi? G'ofir aka. To'xta. Labbay aka. Sen bola boya nima deganding? Bizda aroq sotilmaydi dedingmi? Nega aroq olib kelding? Ha? Men haligi xo'jayinim aytdilar-da o'shanga. Said akang aroq ichmaydi. Nima qilganing bu? Nega aroq ichmaydigan odamga aroq ko'tarib kelding, ahmoq? Mana Said. Ko'rdingmi? Bular Xudodan qo'rqmaydi. Bular bandasidan qo'rqadi. Kelib menga o'rgatasanmi? Men bilmayman. Gap tamom. 10 kun ichida pulni foizi bilan qaytarib olib kelasan.